hozirgi kunda amaldagi qonunchilikda 5 km soat bo'lsa, shuni 10 km soatga ko'tarish bo'yicha taklif qilgandim. Esingizda bo'lsa, bir uchrashgandik. Yana shuni yana qayta aytaman. Cheklangan tezlikni chegirib tashladigan qismini 10 km soatga qilsak, menimcha bu texnik tarafdan ham to'g'ri bo'lardi. Bu degani tezlikni oshirish kerak degani emas. Bu faqatgina texnik jihatidan -10 qilinsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi va haydovchilarimizga ham ancha yengillik bo'lgan bo'lardi. Chunki 66 bilan tushib qolganlar juda ham ko'p. Bundan xabarimiz bor. Shu masala va ikkinchi masala tonirovka masalasini ko'tarmoqchi edim. Tonirovka masalasi bir tanishim tonirovka qildirgan edi, mashinasini ikkinchi yilga qildira olmadi. Chunki shu ikkinchi yili imkoniyati bo'lmadi. Shunda menda bir fikr tug'ildi. Qani edi shu tonirovkani davlat tomonidan hozir mana yangi ilova, ajoyib ilova ishga tushgan, Safe Road degan, shu road orqali misol uchun bo'lib to'lashga, ya'ni oyma-oy bo'lib to'lash bo'lsa, menimcha aholiga, fuqarolarimizga yengillik bo'lgan bo'lardi. Misol uchun 3 million bo'lsa, 250 ming so'mdan menimcha qiynalishmaydi oyma-oy to'lashga. Bu ham bir qanaqadir yengillik, aholiga bir yordam sifatida menimcha davlat tomonidan bir imkoniyat yaratilsa, xursand bo'lgan bo'lardim. Va uchinchisi, yo'llarda hozir radarlar qo'yilyapti. O'sha radar belgisini ostida cheklangan tezlik bo'lsa, juda ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Sababi 70 km/soatdan 60 km/soatga tushirilgandan keyin ba'zi haydovchilar yoki mehmonlar o'zimiz ham ba'zida ikkilanib qolamiz. Bu yerda 70 mi, 60 mi, 50 mi, balkim 100 dir.